Вот bizda bugun tovuqli ovqat duxovkada tovuqli ovqat. Вот. Shunaqa qilib to'g'ralgan bedrolardan oldim, gatoviy. Ularni marinovat qildim. Marinovat qilishiga bizaga kerak bo'ladi вот черный перец, шашлычный переправа и куриный переправа и красный перец. Tabga qarab tuz, yana o'zingiz xohlagan perpralarni qo'shishingiz mumkin. Yana men ketchup va mayonez qo'shib yubordim. Keyin bunga bundoq kartoshkalarimni to'g'rab oldim. Bularga ham xuddi shu perpralarni ishlatib yubordim. Mana. Endi buni ustiga solib, chiroyli qilib duxovkaga 40 minutga qo'yib yuboramiz. Tayyor bo'lganida yana aniq qilaman hozir.